Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Andijon mebellari Xurshidbek Mebelus kanalida bugun sizlarga yana bir qator yangiliklarimiz bor. Xudo xolisa 2025-yilning oxirida bunaqa Winnie modellarimiz Xudo xolisa nihoyatda chiroyli chiqqan. 230 ga 330 bo'ladi. Ikkita pufigi bor. Komplektida stoli bor. 80 ga 180 bo'ladi stoli. Endi ikkita yostiqchasi bor bo'ladi, yo'q bo'ladi, shunaqa holatda bo'ladi. Oyoqlari yog'ochdan ishlangan. Yonboshlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Winnie modelimiz bu. Winnie modelimiz nihoyatda go'zal ishlangan. Sifatiga bitta baho berib qo'yasizlar. Albatta yoqsa like bosib qo'yasizlar. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab tursanglar. Andijon mebellari Xurshidbek Mebelus kanalida shunaqa chiroyli mebellarni ko'rsatib boraveramiz. Xo'p, buni narxini endi oyog'i yog'ochli narsamiz ozgina qimmat chiqadi. Plastmassa bo'lsa endi arzonroq bo'ladi. Plastmassa ham o'zi yomon narsa emas. Mana shu ham Winnie modelimiz faqat plastmassa oyoq. Plastmassa oyoq bo'lgan. Endi bunisi taxta bo'lgan. Taxta bo'lgan. Narxini buni 7 millionga polni komplekt beramiz. Polni komplekt 7 million so'mga qilib beramiz. Uyingizni 4 tala burchagiga tushaveradi. Xo'p, bu boshlanishi. Endi keyingisiga o'tamiz. Buni bitta ko'rsatdim, yaxshi. Burchaklari hamma yo'g'iga, sifatlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Endi bu yerda mana spinkasi jiladiganda har xillari chiqqan, bularni ham bilasizlar. Buni ham narxini kelishilgan holatda qilib beraman. Buni ham spinkalari orqaga, oldiga jilaveradi. Oyoqlari bunaqa yog'ochdan, chinordan ishlangan bu ham. Bu ham 230 ga 330 bo'ladi. 330 bo'ladi. Xo'p, buni ham aloqaga chiqarasizlar. Pastda nomer qoldiraman albatta. Xo'p, keyin aloqaga chiqib, narxlarini so'rasanglar, kelishtirib qilib beraveraman. Xo'p, Winnie modelim bu. Winnie modelim 430 bu tomoni bo'lsa, 230 bu yog'i bo'ladi. Stolini bunaqa 2 bo'lim qilib 2 talik qilib qo'yganmiz. 80 ga 280 uzunligi. Har bittasi 1.40 dan. Endi buni ham komplektida 3 ta pufigi bor. Oyoqlari shunaqa yog'ochdan ishlangan. Sifatlari nihoyatda a'lo. Sidenasini kengligi mana e'tibor berib qo'yasizlar. 60 santimetrlik sidena qilingan. O'tirganda qulayligi vashshi. Chotki hamma yog'i. Xullas, narxi 8,5 million so'm buni. Mana shunaqa 2 tali stoli bilan narxini 8,5 millionga qilib beraman. Endi bu yangiliklarimiz ham chiqqan. Buni ham oyoqlarini chinordan qilib, chiroyli qilib qo'yganmiz. Buni razmeri 220 ga bu tomoni 320 bo'ladi. Ikkita pufigi bor. Oyog'i yog'ochdan. Endi pufiklarini bunaqa oyoqlarini ixchamroq qilib tayyorlab qo'yganmiz. Xo'p, buni mana spinkasi bunaqa alohida qo'shib tikilgan narsa. Bularimiz endi yangilik narsa. Buni ham arzon qilib beraman, aloqaga chiqarasizlar. Endi mana yong'oqli modelimi bilasizlar, ko'pchilik biladi. 320 ga 220 bo'ladi. Xo'p, bu yerga mana stolini olib kelishyapti bolalar. 320 ga 220 mana 2 xil, 3 xil rasvetkalari har xil qilib olib chiqib qo'yapmiz. Oyoqlari yong'oqdan buni ham e'tibor berasiz, yonboshlariga mana. Yonlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Material ham mana yangilik materialimiz. Yangilik material nihoyatda chiroyli chiqdi shu ham. Yangilik material. Xo'p, uyda 4 tala burchagiga tushadi bu ham. Ikkita bunaqa pufigi bo'ladi. Ikkita pufigi bilan. Xullas buni 7 million 800 ming so'm sotyapmiz. 7 million 800 ming sotyapmiz. Albatta stoli bilan. Mana stoli keldi hozir. Stoli keldi. Mana. Stoli 80 ga 180 bo'ladi. Endi buni oyoqlarini mana yaqindan ko'rsatib qo'yaman. Ko'pchilik ko'rsatmaydi buni oyoqini, hech qachon ko'rsatmaydi. Yonidan ko'rsatmaydi. Mana yonlari polni yong'oqda bo'lgan. Orqalarigacha bo'lgan mana. Orqalarigacha. Shu orqa ko'rinishi mana. Orqasiga ham e'tibor beringlar. Orqasi mana. Polni orqa ko'rinishi. Orqa ko'rinishi. Keyin mana yong'og'i polni orqasigacha aylantirilgan. Unaqa oyoqda o'zi emas. Shu oyoqda o'zini qilsak ham 5-600 ming so'm arzonlaydi. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, Winnie modelimiz, bu yerda yong'oqli modellarimiz hammasidan kelgan. Xudo xolisa mana buni ham stolini qo'ydik. Mana stollari nihoyatda chiroyli. Stollari go'zal bo'lgan.
Xo'p, kimga yoqsa, pastda nomer qoldiraman. 77 kodi bilan 275 08 08 nomerimizni qoldiraman. 77 kodi bilan 275 08 08. Xo'p, ikkita nomer qoldiraman. 94 kodi bilan 755 48 44 nomerni ham yozib qoldiraman. Xo'p, 245 ga 345 lik modelimiz. Oyoqlari mana. Buni MDF dan ishlangan oyog'i, e'tibor berib qo'yasizlar. Oyog'i MDF dan bunaqa bezeklari berilgan. Mana oyoqlari, orqa tomonlari mana ular. Turetskiy plastmassa bo'ladi. Shunisiga e'tibor berib qo'yinglar. Bu plastmassa mana unisi. Keyin mana orqasi buni ham. Orqa tomoni. Bunga ham bir 8 ta 9 ta odamni bemalol sig'dirib kuzatsangiz bo'ladi. Buni narxini 8 million so'm, qiynamayman. Siraz aytaman narxini. Narxi 8 million so'm komplekti. Keyin mana yangilik fasonimizni ham oyoqlarini chinordan qilib ishlab qo'yganmiz. Oyoqlarini chinordan qilib ishlab qo'yganmiz. 230 ga 330 lik. Xo'p, yonboshlari e'tibor berib qo'yasizlar mana. Yonboshlari nihoyatda go'zal ishlangan. Endi buni mana orqa tomoni oxirigacha aylanmagan. Ozgina shu yerda ekonomi bor. Ozgina ekonom varianti bor. U ham shu bir 300 ming so'm, 400 ming so'm arzonlashishiga hissa qo'shadi endi. Shunaqa. Yo'q, menga shuni ham orqasini ham aylantirib bering. Xuddi shunaqa oldidaga shunaqa chiroyli, go'zal qilib qo'ying desangiz, 300-400 ming so'm qo'shiladi. Ko'p qo'shilmaydi. Xo'p, akalar, opalar, buni narxi 7,5 million so'm stoli bilan. Ikkita pufiga, stoli hammasi ichida. Yana aloqaga chiqsangiz, xudo xolisa gaplashamiz, kelishaveramiz. Xo'p, bu yerda mana bomba narxda mana 3 million 800 ming so'mga komplektimiz turibdi. Yostolik komplektimiz 220 ga 320 lik. 220 ga 320 lik 3 ta pufiga 80 ga 180 stoli bilan. Mana 6 ta podushkasi albatta ichida bo'ladi. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda mana har xil rangdagisi bor. Keyin buni orqasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Orqasi bunaqa qora pardali material bo'ladi. Qora pardali material bo'ladi. Shunisiga albatta e'tibor berib qo'yinglar. Xo'p, bu ham uyni 4 tala burchagiga, 4 tomonga qarab tushaveradi. Hamma tomonga tushadi. E'tibor beraverasiz. Nihoyatda go'zal narsa. Bunga ham 6 ta 8 ta odam bemalol sig'adi. Chiroyli qilib kuzatsangiz bo'ladi. Xo'p, bularning astalarini endi olib chiqamiz. Bularning astalari endi chiqadi. Bu ham nihoyatda kafeniy rang, nihoyatda chiroyli ishlangan bu ham. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz biz. Xo'p, doimiy ravishda buni ham ko'rsatib kelyapman. Spinkasi mexanizmli divan kreslolarim. Bularni ham mana stolsiz narxini aytaman, 7,5 million so'm qilib buni ham arzonlatib qo'yganman. Polni komplekt. Oyoqlari chinor bo'ladi buni ham. Mana qo'llari ham mexanizm, buni orqalari ham mexanizm, hamma yo'g'i mexanizm. Mana jilovradi. Mana orqasi mana mexanizm. Keng qilib ishlatsangiz bo'ladi. Kreslosi ham nihoyatda o'zgacha ishlangan. Mana. Mexanizmlari mana ko'rinib turibdi. Mana ichida xalaqit bermaydi albatta. Bunaqa katta narsa bo'ladi, qaranglar. Nihoyatda go'zal narsa. Nihoyatda go'zal. 7,5 million so'mga tushirib qo'yganman. Buni ham har xil rasvetkalari bor. Bularga ham aloqaga chiqaverasizlar. Mana uni seri. Bunisi mana maloshniy, bejviy deb qo'yamiz. Maloshniy, mana unisi seri. Bunisi mana ko'k svet. Ko'k. Bu ham nihoyatda go'zal. Go'zal narsa. Material ham o'ta tukliroq material bu. Bu ham shu mexanizm. Polni. Bu yerda mana seri, bu ham tukli material. Bu ham tukli material. Xullas 7,5 million so'mdan komplektini qilib qo'yganman. Bunga ham aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, mana modellarim ham mana spanli bo'ladigan modellarim ham sotuvda turibdi. Bularda ham narxi 6 million 200 ming so'm. Eski narx 6 million 200 ming so'm. Shu yastiqlari mana 6 ta yastig'i, 2 ta pufiga katta spanlisi bo'ladi. Mana mexanizmiga e'tibor berib qo'yinglar. Mexanizmlari nihoyatda chiroyli. Bu yonbosh ko'rinishlari mana yostiqchalari ham nihoyatda go'zal.
Olib borsangiz buni mana uxlagani qulayligi vahshiy bo'ladi. O'ta zo'r. O'ta chiroyli ishlangan. 6 million 200 ming so'm. Aloqaga chiqa olasiz. Xurshidbek Mebeluzda 2 xili turibdi. Bu yerda mana maloshnisi bor. Xo'p. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Men ularni ham mana stoli bilan modelimi ham 7 million 200 ming so'm aksiyada qilib sotyapman. Taxtalariga e'tibor beringlar. Nihoyatda go'zal ishlangan bu ham. Bu ham 320 ga 220. Shu tomoni 320, bu yog'i 220 bo'ladi. Ikkita pufiga bitta stol qo'yib beraman bunga. Stol ham qo'yib beraman. Xo'p. Shu endi hammasini ko'rsatdim menimcha. Albatta shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, bitta like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. 7,5 million so'mdan mana divan kresloim ham sotuvda turibdi. Shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ysangiz, albatta xursand bo'lamiz. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi safar yana chiroyli yaxshi mebellarni ko'rsatib boraman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.